Hammaga salom. Bugun sizlar bilan men Level Devil o'yinini o'ynaymiz. Bir daqiqa. Sut o'chirdik. Bu o'yin hamma bilsa kerak. Azalash xizmati u. Men ham oldin o'ynagandim. Shuning uchun bir ikkita etaplarni bilaman. Og'zimni balandlashtirib olay. Bu nima edi? Bilaman-ku. Olib ketadi. Tortadigini. Yo'q. Bu o'yinni bilsanglar, ana ko'rdilar hozirda azoblash xizmati. To'ldik. Vo, kutmaslik kerak. Qochish kerak. Qoch. Oxirgi daqiqaga sakrab ketamiz. Uy. Shu stil bo'lish kerak bu o'yinda. To'g'rimi opa? Agar shu stil bo'lmasalar odam o'ldirib yuboradi. Apaga Gaming degan kanal bor. O'sha kanalda ham ko'rganman. Azoblash xizmati qilgan bu o'yin. Ana. U faqat bir emas, uni o'ynagan. Nimadir, nechida? Birinchi level emas, ikkinchimi, uchinchini o'ynagandi. Lekin bu yerdan o'tganlarni ham esla olaman. Shu yerdan qochib ketish kerak. Bu yerda bilaman nima bo'lishini. Yarmiga borganlar tikan uchib keladi. Uy. Qochdik. Chop. Deyarli 1 millimetr qoldi. Keyingisi. Bizni lo'q deb o'ylaydi bular. Keyingisi. Dahshatman ey. Vo, itarib ketdi. Oldin ko'p o'ynaganman men bu o'yinni. YouTube'ga ham qo'ygandim, lekin ba'zi joylar esimdan chiqib qoldi. Mana, yur. Yana oxirida tushib ketdi. Men tashqi borishim kerak endi yerga. Iplos bilaman men buni. Telefon qilasiz opa. Har bitta yo'lda ehtiyot bo'lib kelish kerak. Uy. Iplos ko'rdilarmi? Shu sakraman seni to'sib chiqadi. Keyin aytadi, "Ortga yo'l" deydi. Ikkinchisi mash bomba bo'ladi. Demoqchi edim. Voy, tushib ketdi. Tanga o'zi bizga nima olib keladi? Balo olib keladi. Mana 3 tasi kerak sizlar. Bularni bilaman. Ustidan yurishim shart emas, bunday o'tkazsanglar bo'ladi. Blokda deyarli. Ikkitasi naqadagi esimdan chiqib qoldi. Voy, sakramadi. Kelamiz. Nima sakramaydi u? Bo'pti, erta sakraymiz o'zim. Voy, erta sakrasam bo'lmaydi. Iplos o'yin deb o'z menga aytishdi, iplos o'yin bu. Deb miyani zagrusha qiladigan. Bitta sakrasam pang'illab ketadi, bilaman. Shunga olmayman. Lekin qiziq qolmaydi-ku o'yin. Voy, iplos. Amayli, endi qo'yganlarni bilib turib qilaman. Chunki qiziqarli bo'ladi. Nimani? Bu bilan shundaymi? Plus bu yerda tanga olmaslik kerak shekilli. Ataylab qolmadim. Qochdi. Ay, qo'yib telefon. Uy, ozgina qoldi. Telefon negadir qotib qoldi. Bunisi esimdan chiqib qoldi. Teskari yuramiz. Plus o'zi o'ynayotganim yetyapti. O'zi qiyin bo'lyapti chapga o'ng yurish. Endi mana sakrarkan. Nima bu?
To'g'ri ketadi deb o'yladi-da. Bu nima? Tushuntirish shart emas. Voy deyib ketdi. Ozbash xizmati 2026. Yani bu yer yana teskari. Endi o'zgaradi. Oxirida o'zgaradi deb o'ylayapman. Yoqmayapti to'g'ri. Internet o'chirib qo'ysam dabdala bo'ladi. Nimaga o'zgarmadi? Nihoyat. Endi o'zimizga keldik. Platforma deydi. Platforma. Nima bu platforma? Shumi? APG'da menimcha kichirib ketgandi, esimda bo'lsa. Esimda qolgan bo'lsa. Nimaga sakramadi bu? Qiyin bo'ldi. Nima sakramayapti bu? Nimadir sakrashga xalaqit beryapti. Tushib ketdi, yaxshi. O'tib ham ketdim. Nima edi? Oxirgisi nima bo'ldi? Oxiridagidan bitta oldinga. Ketdik. Keyingisi nima deb yozildi? Sakra og'ochlari. Nima bo'ldi hozir? Videoni qayta tasdiqlashtirib qo'yaman. Montajning kuchi. Dabdala. Bitta sakrab o'tib ketish kerak. Meni miyam. Pastan joy bor ekan. Nigerigo. Nima bo'ldi hozir? Nima bo'ldi hozir? To'xtaldi-ku. Plus. Bo'ldi. Opa. Yaxshi, хорош. Tagida chiqqan ko'rmay qoldim men. Plus. Sog' oldi. Yaxshi, tepadan anaqa chiqqanda nimadirdi? Tepadan nimadirdi? Tikan chiqqandami? Platforma ekan bu. Miyani zagursaq borardi. Platforma emas bu. Qochish kerak. Kuchiksiz. 10 minut o'qibdi. Lekin yarmi bilan o'tib ketdi. O'zimiz ketaveramiz. Kuchiksiz. Kutib o'tirmayman uni sekin kelishini. Nima qilardi? Voy, plus. Esimdan chiqib qoldi. Plus o'zi aytishdi menga. Yana bir marta aytyapman. 9 raqamga o'xshab qoldi. Qayerdadir aniq to'xtash kerak, tushmaydi. O'rtaroqlar deydi.
İyi mana eslab qolamiz. Mana shu yer. Tepaga mana qo'yib qo'yaman o'sha yerga. Bo'ldi. Ko'ramiz yetib olaman. Bu romchilikka kirmaydi, bu IQ cheksizligiga kiradi. Nega borishim kerak? Nega borishim kerak u yoqqa? Yondagiga tushish kerak ekan. Shuni hozir meni doktor bo'lmoqchisan? Bilaman-ku men seni. Bu o'yinni men yaratganman deyishga haqqim yo'q. Chunki bu unaqada nimalardi? Millimetrlar qoldi. Yeter. Ozgina qoldi. Nima uchun bitta bo'lib qoldi? Nima deyishim kerak? Bosmaslik kerak ekan-ku. Aytmaysizlarmi? Millimetr bo'lib olamiz, oppa qilamiz. Tushib ketdi. Bo'yim yetmayapti unaga. O'sha yerda tugma bo'lganda o'lib ketardi. Chesi o'lardi. Hop. Inancha men millimetr qoldim. Yetayla boshlang, ha. Uni bosib ko'rish kerak. To'xtab tur, uni bosib ko'rayman. IQ cheksiz. Boyaslarga aytuvdim, men IQ'm cheksiz. IQ'm cheksiz bo'lim. Hech qachon tugamaga. Bu yerda bilaman, qochish kerak edi. Bosish kerak emas, bilaman. Qaysi tugmanidir bosmaslik kerak. Ishib ketardi, esimdan chiqibdi. O'sha qaysi tugmani? Allaqachon mana ko'rib turganida qiyniga keldik. Bittasi uchib keladi. Topganimni. Bilaman buni. Oxiriga borganimda soxta bo'ladi ekan, qaytish kerak bo'ladi tezda. Tayyor. Uni hozir tikonga kirib ketadi. Ungacha men yetib olishim kerak. Juda ham tez yetib olish kerak. O'tib ketadi. O'tib ketsa menga farqi yo'q, chunki biz ataylar qilding. Oxirida tikon bo'lar ekan. Sakrsak tezroq ketyapti nega? Sakr. Tezroq yetib olish kerak. Agar borganimizda tushib ketmasa, men buni foydasi tegyapti degan. Foydasi tegib o'tib, asabga tegib reklama chiqdi. Men ketadi deb o'yladim. Oxirgacha boraman desang bo'lardi-ku. Nimasiz? Karam salatsiz video. Shuni dedingizmi? Karam salatsiz video. Stop. Ben nimaligim hamma tushungan bo'lish kerak. Stop. Ularkanman. Tutdim. Bo'ldi. Keyingi video chiqishini xohlasangiz, bu safar endi 10 ta like yig'sa keyingi video chiqmaydi. Hammaga xayrmas.